Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan har bitta qandli diabet kasalligiga uchragan insonda bo'lishi kerak bo'lgan apparatni ko'rsatib o'taman. Bu apparat orqali biz o'zimiz uyda shakar, ya'ni sahr miqdorini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy apparati bu hisoblanadi. Undan tashqari o'sha zakaz qilganimda ichidan mana bunday o'zining ignasi, testi, ruchkasi va bizga aynan to'g'ri ko'rsatish uchun spirt va paxta kerak bo'ladi, qo'llarimizni tozalab olishimiz uchun. Dastavval ruchkaga ignani qo'yib olamiz. Ruchka shu holatda ochiladi. Har bitta insonga igna bir marta ishlatiladi yoki o'zimiz qayta qilganimizda ham har safar yangi ignadan foydalanishimiz kerak. O'rnatib olamiz. O'rnatildi. Va mana bu joyni aynan sug'ayotgan paytimiz olamiz. Shu yerda igna bor. O'rnatib oldik. Apparatni yoqish uchun mana bu testi bor o'zini ichida. Undan bir donani olamiz va uni ham ehtiyotkorlik bilan olib ko'rib turganingizdek mana bu apparatning bu qismiga joylashtirishimiz kerak. Mana bu o'zi strelka ko'rsatyapti. Bu yoqqa qarab suqilish kerakligini shu yerga qarab suqib olamiz. Suqildi. Suqilgandan so'ng ko'rib turganingizdek darhol yonadi. Yonishi bilan biz endi foydalansak bo'ladi. Bemorning qo'lini olamiz. Barmog'ini paxtamizni spirtlab olamiz. Xohlagan barmog'imizdan o'sha apparatga kerak bo'lgan bir tomchi qonni olib olamiz. Apparatni bu yoqqa qo'yamiz. Qo'lni yaxshilab artamiz. Yaxshilab artdik va mana bu ruchkani uchidagi ignani ochib oldik. Ko'rib turganlaringizdek kichik igna mavjud. Va asta mana bu qo'limizni yon tarafiga suqamiz. Suqildi. Qon chiqishini kutamiz. Mana qon chiqyapti. Bu qondan bir tomchi mana bu qismda oq qism turibdi. O'sha yerga qo'yib olamiz. Ana 5 soniyada o'zi apparat bizdagi sahr miqdorini, ya'ni shakar miqdorini ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek bemorimizda sahr miqdori 5.2 ko'rsatyapti va hozirda bu kishi ovqatlangan va men kechki payt o'lchayapman. O'zi asosan och qoringa ertalab o'lchanishi lozim hisoblanadi. O'zi norma holatda 4 dan 6 gacha bo'ladi sahr miqdori. Undan yuqori bo'lsa, bu bizda qandli diabet kasali bo'lganligidan dalolat beradi. Bu apparat juda ham qulay hisoblanadi. Hech qanday kasalxonalarga bormay, o'zimiz uyda bizdagi qand miqdorini bemalol bilib olishimiz mumkin. Buni foydalangandan so'ng darhol bunisi tashlanadi. Chunki bunda qon borligi uchun tezda olib tashlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing.